Salom sizlar, Zahriddin. Bugun YouTube'da monetizatsiyasiz pul topish yo'lini o'rganamiz. Videoga like va obuna bosib qo'ying. Boshladik. Nima qilamiz birinchi o'chirda? Bu qanday o'zi? YouTube'da monetizatsiyasiz pul topish. Unda sizlarga kerak bo'ladi bitta eski kanal. Uni ismini Uzun Market deb qo'yamiz. Bu kanal menga eski edi. Qanday qilamiz? Keyin ko'rsatib o'taman. Oldin gapira oling. Uni bunday qilamiz. Uzun Market deb kanal ochasiz. Agar Uzun Marketda onlayn ishlayman desangiz, uni yo'li faqatgina shunday magazinlarda, Ozonda, Uzun Marketda ishlash. Uzun Market deb ad yozdik. Endi buni Gmail'ni o'zgartiramiz. Bu yog'ini ham bunday ism yo'q ekan. Proba qilamiz. USB qilamiz. Bunday ism to'g'ri kelar ekan. Shunday ochib olamiz. Kanalga eski yozilgan opisaniyani ham o'chirib yuboramiz. Mana opisaniya ham yozib oldik. Kanal tayyor. Endi bunga nima qilamiz? Menda Uzun Market yo'qligi uchun Lalafodan foydalanaman. Sizlarda Uzun Market bo'lsa, Uzun Marketdan foydalansangiz yaxshi. Menda Uzun Market ishlamaydi, chunki men Qirg'izistonda yashayman. Qani boshladik. Lalafoga kiramiz. Saytga kirib ham oldik. Endi qiladigan ishimiz bu yerdan o'zingizga yoqqan reklamasiz tovarni tanlab olasiz. Masalan, biz yaxshi reklamaga tushmagan telefonni yoki buyumni tanlaymiz.
Mana biz tanlab oldik. Endi buni nima qilamiz? Rovna 10.000 so'm ekan. Buni biz endi mana bu tugmani bosamiz. Позвонить deganda. Shunday nomer chiqadi. Nomerini o'sha odamni nomeri chiqadi. Mana kopировать qilamiz. WhatsAppga kiramiz. Добавить kontakt. Bu yerga o'sha berilgan nomerni joylaymiz va ismini xohlaganingizni qo'yib qo'yishingiz mumkin. Oldik. Endi esa uni qidiramiz bu yerdan.